Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz non-fiction loyihasining navbatdagi sonida hissiy idrok haqida gaplashamiz. Nima deb o'ylaysiz? Hissiyotlar biz uchun qanchalik kerak? Ularning vazifasi nima? Ularni tushunishimiz bizga nima beradi? Umuman olganda savollar ko'p. Amerikalik psixolog va jurnalist Daniel Goleman o'zining Emotsional intellekt asarida mana shu savollarga javob topishga harakat qiladi. Keling, boshida emotsional intellekt, ya'ni hissiy idrok o'zi nima ekanligini tushunib olsak. Emotsional intellekt o'zimizning va boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ularni boshqara olishni taqozo etadi. Ya'ni, agar siz yuqori darajadagi emotsional intellektga ega bo'lsangiz, siz odamlarni yaxshiroq tushuna olasiz. Hamkasblaringiz, umuman siz bilan munosabat qiladigan har qanday shaxslarni kerakli vaqtda ruhlantira olasiz. Umuman o'zingizning va boshqalarning emotsiyalarini tushuna olish ham hayotda, ham ishda sizga muvaffaqiyatga erishishda katta yordam beradi. Demak, emotsional intellekt, ya'ni EQ ham IQ kabi muhim. Hattoki hayotimizda muhimlik borasida IQ dan ham ustunroq kelishi mumkin. Xo'sh, keling Daniel Golemanning Emotsional intellekt kitobiga chuqurroq kiramiz va biz ham o'z hissiy idrokimizni yaxshilab olamiz. Emotsiyalar atrof muhitimizga reaksiya bildirishimizga va unga muvofiq harakat qilishimizga yordam bersa-da, ba'zan ular bizni noto'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin. Bu bizning emotsiyalarga haddan tashqari berilib ketganimizda sodir bo'ladi. Masalan, biz biror narsadan qo'rqayotgan paytimiz haddan tashqari emotsional holatda bo'lamiz. Bu esa qo'rquvimizni yanada kuchaytirib, ratsional qarorlar chiqarishimizga xalaqit qiladi. Hissiyotlar ta'sirida biz harakat qilishga shoshilamiz va vaziyatni to'g'ri baholay olmaymiz. Agar inson aqlini ikkiga ajratadigan bo'lsak, biri ratsional intellekt, ikkinchisi emotsional intellekt bo'ladi. Ratsional intellekt bizning fikrlash qobiliyatimiz va olgan bilimlarimizni nazarda tutsa, emotsional intellekt ba'zan mantiqsiz, ammo juda tezkor tizim hisoblanadi. Bu tizim bizda millionlab yillar davomida shakllangan. Bu tizim bizning yovvoyi tabiat sharoitida yashab qolishimizga xizmat qilgan. Chunki bunday sharoitda o'ylab o'tirishga fursat bo'lmagan. Tezkor reaksiya talab qilingan. Ammo biz hozirda yashayotgan olam biroz boshqacharoq. Biz endi yovvoyi tabiatda yashamayapmiz. Shunday bo'lsa-da, emotsional intellekt biz uchun hamon muhim. Ideal holatda biz ratsional intellekt va emotsional intellekt o'rtasidagi oltin o'rtaliqni saqlay olishimiz kerak. Chunki ratsional intellekt tizimining kuchi ba'zan emotsional intellektni bosib turishga ham xizmat qiladi. Aynan shuning uchun kuchli ratsional intellektga ega insonlar ba'zan o'z emotsiyalarini ko'rsatmaydigandek ko'rinadi. Bir tomondan aksincha, odam affekt holatida, ya'ni emotsiyalar ta'sirida ahmoqona yoki vahshiyona xatti-harakatlarga qo'l urishi mumkin. Mana shuning uchun ham ikkala tizim o'rtasida muvozanatni ushlash muhim. Shu joyda savol tug'iladi. Emotsiyalar kuchidan qanday qilib to'g'ri foydalanishimiz mumkin? Yuqori darajadagi emotsional intellektga ega insonlar asosan o'z hissiyotlarini oson aniqlay olishadi. Ya'ni u yoki bu vaziyatda nima his qilishayotganini tahlil qilishadi va tushunishadi. Bu esa hissiyotlarning ta'siriga tushib qolmaslikka yordam beradi. Kitobda Daniel Goleman kuchli emotsional intellektga ega insonlarning 5 ta belgisini keltirib o'tgan. Hissiyotlarni aniqlay olish aynan shu 5 ta belgining birinchisi hisoblanadi. Hissiyot turini aniqlay olish uning qanday paydo bo'lganini tushunishga yordam beradi. Bu orqali esa siz o'z hissiyotlaringizni boshqara olasiz. Bu esa kuchli emotsional intellektning ikkinchi belgisi hisoblanadi. Uchinchi belgi bu o'zingizni kerakli vaqtda rag'batlantira olish, ya'ni o'z motivatsiyangizni oshira olish qobiliyati. To'rtinchisi esa boshqa insonlarning emotsiyalarini aniqlay olish va beshinchisi ularning emotsiyalarini boshqara olish. O'ylab ko'ring. Agar o'zingizni mana shu qobiliyatlarga egaman deb hisoblasangiz, siz yuqori darajadagi emotsional intellekt sohibisiz. Daniel Goleman yuqori emotsional intellekt ayniqsa rahbarlar uchun kerakli deb hisoblaydi. Chunki yaxshi rahbar doimo atrofidagilarni tushunishi va ularga kerakli paytda motivatsiya bera olishi muhim. Agar rahbar boshqalarniki u yoqda tursin, o'z emotsiyalarini yaxshi tushunmasa, u o'z qo'l ostidagilarning hurmatini qozona olmaydi. Aksincha, emotsional intellekt aynan sizni liderga aylantiradigan xususiyatdir. Ushbu kitobda hissiyotlarning qanday qilib bizni u yoki bu harakatga boshlashi ham tushuntirilgan. Masalan, g'azabni his qilganimizda organizmimizda adrenalin va noradrenalin darajasi ko'tariladi. Pulsimiz tezlashadi. Tanamizdagi qon qo'lga qarab harakatlana boshlaydi.
Bularning ta'sirida tanamiz yoki hujum qilishga yoki himoyalanishga tayyorlanadi. Qo'rquvni his qilganimizda esa kortizol va adrenalin quyiladi. Qonimiz esa oyog'imizga qarab harakatlana boshlaydi. Tanamiz qochishga yoki bir joyda qotib qolishga tayyorlanadi. Quvonchni his qilganimizda tanamiz dopamin va serotonin ishlab chiqara boshlaydi. Ular esa bizdagi xavotir hissini yo'qotadi. Biz xotirjamlikni his qila boshlaymiz. Hayratlanganimizda esa qisqa muddat davomida diqqatimiz yuqori darajaga chiqadi. Miyamiz tezda ma'lumot yig'ishga harakat qiladi. Qayg'uni his qilganimizda tanamizda dopamin va serotonin moddasi kamayadi. Bu esa energiyamizning yo'qolishiga, atrof muhitimizga bo'lgan qiziqishning pasayishiga olib keladi va asosiy e'tibor qayg'uning sababida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, har bir emotsiya tanamizda fiziologik reaksiyani keltirib chiqaradi. Mana shu jarayonlar haqida bilishimizning o'zi ham bizga emotsiyalarimizni boshqarishimizga yordam beradi. Daniel Goleman tanqid va boshqalar bilan o'rnatiladigan muloqot haqida ham alohida to'xtalgan. Masalan, sizni tanqid qilishayotganda qanday yo'l tutish haqida ham maslahatlar bergan. Bizni keskin yoki adolatsiz tarzda tanqid qilishganda biz deyarli har doim yoki xafa bo'lamiz yoki g'azablanamiz. Goleman tanqidni ko'tara bilish qobiliyati ham emotsional yetuklikning eng muhim ko'nikmalaridan biri deydi. Uni rivojlantirish uchun muallif tanqidga darhol munosabat bildirmaslik va uni diqqat bilan tinglashni maslahat beradi. Shuningdek, tanqidning ohangi va uning qanday shaklda yetkazilayotganiga emas, uning mazmuniga e'tibor qaratish kerakligi aytiladi. Goleman bahslashmaslikni, ammo agar gap nimadaligini unchalik yaxshi tushunmasangiz, orada aniqlashtiruvchi savollar berishni tavsiya qiladi. Bunday holatda tanqid sizning rivojlanishingizga ham sababchi bo'lishi mumkin. Bu orqali siz hattoki eng yoqimsiz suhbatni ham o'zingiz uchun foydali qilishingiz mumkin. Tanqid hissiy idrok uchun haqiqiy sinov bo'lishi mumkin. Tanqidchining fikrlariga qo'shilishingiz yoki o'zingizni oqlashingiz shart emas. Asosiysi hissiyotlar sizni boshqarishiga yo'l qo'ymaslik, o'zingizga va suhbatdoshingizga hurmatni saqlab qolishdir. Misol uchun, o'z IQ'mizni IQ testlari topshirish orqali aniqlasak, o'z EQ'mizni, ya'ni emotsional intellektimizning qay darajada ekanligini tekshirish uchun shunchaki tanqid qilishayotgan paytdagi o'z emotsiyalarimizga e'tibor qilish yetarli. Tanqidni eshitgach, shunchaki jim bo'lib tortishmaslikning o'zi yetarli emas. Biz tanqidning mazmunidan qat'iy nazar cho'kib ham qolmasligimiz kerak. Aks holda baribir emotsiyalarimizning ta'siriga tushib qolgan bo'lamiz. Esingizda bo'lsa, loyihamizning oldingi sonlarida ham shunga o'xshash kitoblar, ya'ni gormonlar, xatti-harakatlarimizga nimalar ta'sir qilishi va qanday qilib o'z emotsiyalarimizni boshqarishimiz haqida gaplashgandik. Emotsional intellekt aynan shu kitoblardagi bilimlarni juda zo'r to'ldira oladi. Bu masalaga psixologik tomondan yondashadi. Ushbu kitobni o'z intellektini ikki tomonlama ham rivojlantirishni xohlaydigan, insonlarning xatti-harakatlariga o'zgacha nazar bilan qarashni o'rganishni istaydigan har bir insonga tavsiya qilaman. Ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Biz har hafta yangi videolarni ulashib borishda davom etamiz. Izohlarda bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang va asosiysi bilim olishdan hech qachon charchamang.